Zule bilan o'ynab o'tiribmiz, Zuleni sapchib qotib qolganda uni gapini ham bitta gapiradi, 1 soatdan keyin kelyapti ovozi. Sardorbek aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Anvar aka, rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Po'cha yaxshi. O'zbek o'g'loni qalaysiz? Druziya tashlab qo'ying, yangi profilim bugun ochdim. 1 oydan beri kirganim yo'q edim. Rahmat. Kimmi? Assalomu alaykum. Man. Uchekista uringlar, ey. Tojikiston aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bormisiz? 3x ga chiqaylik, odamlar. 3x ga shartdanki topishga bir o'tiraylik. Abruziz to'yasizda, Rahimov aka. 3x ga chiqaylik, balkim o'zi kattarotirib olasiz-da, Rahimov aka. Salomlar dedim aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, Bonu. Men Bonu emasman, Leo aka. 3x ga chiqaylik, 3 barobar o'tadi. Bitta 300 talik bilan 1 bo'lamiz. Bitta 300 talik badarka bilan 1 bo'lamiz. Odamlar, bu yangi profilimda. Bitta WhatsApp sizlarga odam topsam, sevishib yotaman, bu yog'i yutib yotaman maza qilib. 010 aka, rahmat. 3x ga hech kim yo'qmi? Assalomu alaykum, Maryam dedi. Assalomu alaykum, qalaysiz? Maryam emas, Bonu dedi boya. Bonu dedi boya. Xayrli Samarqanddan, Manchalikdan.